Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan ERP Sport platformasida guruhlarni yopib, yangi guruh ochish, ya'ni hozirgi kunda sport turlari reyestriga o'zgartirish kiritilgan, ya'ni sport turlari tarmoqlarga bo'lingan. O'sha tarmoqlarga bo'lingan sport turlaridagi guruhlarni yopish va yangi tarmoqdagi guruhlarni ochishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, buning uchun biz misol uchun bitta sport turini ola olamiz. Demak, guruhga trener sport biriktirish, velosport sport turi. Misol uchun Velosport. Mana e'tibor bersak, Velosport shassi alohida, trek alohida, MTB va BMX Racing Freestyle barchasi alohida bo'lib ko'rsatilgan. O'sha uchun biz eski Velosport deb yaratilgan guruhlarda hozirgi qaysi tartibdagisiga bo'lsa, o'sha tartibdagiga almashtirishimiz kerak. Demak, buning uchun biz birinchi o'sha guruhni topib olishimiz kerak. Ya'ni guruhni yaratib olishimiz kerak. Demak, sport turi, sport guruhi. Biz hozir Velosport 1-1 guruhini Velosport BMX Racing guruhiga o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. Demak, sport guruhlari yaratish, e'tibor bersangiz, mana Velosport BMX Racing boshlang'ich tayyorlov guruhi 1 yildan ko'p. Birini yaratganda mana ikkisi chiqdi. Demak, aktiv saqlaymiz. Demak, saqlandi. Endi keyingi bajargan ishimiz guruh faoliyatini tugatish, ya'ni amaldagi mana bu mazkur Velosport 1-1 guruhini tugatamiz. Demak, guruh faoliyatini tugatish, yaratish 25-26 yili mana Velosport, mana Velosport chiqdi. Izohga guruh faoliyatini tugatish, boshqasiga o'zgartirish. Siz o'zingizdan kelib chiqib boshqa ma'lumot, o'zingiz tushunadigan boshqa ma'lumot yozishingiz ham mumkin. Demak, guruh tanlaymiz. Velosport boshlang'ich tayyorlov bosqichi 1-yil 1 guruhi. Mana tanladik. Ya'ni biz mana shu guruhni tugatyapmiz. Demak, tanladik. To'ldirishni bosamiz. Saqlaymiz. Demak, saqlaymiz. Saqlaganimizda ushbu guruhni tugatamiz. Demak, tasdiqlaymiz. Tasdiqladi. Demak, guruhimiz tugatildi. Endi yangi guruhni ochamiz. Demak, biz bu yerda guruh yaratib qo'ygan edik. Yaratish, bir trener. Trener tanladik. Guruh nomi Velosport, mana BMX Racing 1-yil, mana 1-1 guruhi. Buyruq raqami, misol uchun 01, buyruq sanasi bugun ko'rsatadigan bo'lsak, eski o'quv yili ERPdan tortib olamiz bolalarni. Ya'ni bu yerda ikkinchi list ochib olganman, shundan bolalarni tortib olamiz. Qo'shish. Xuddi shu tartibda ma'lumotlarni qo'shib, oxirida ya'ni bu yerda 8 ga yetmaganimiz uchun saqlab bo'lmadi. Xuddi shu tartibda eski guruhdagi bolalarni qo'shib, saqlab tasdiq qo'yishimiz mumkin. Hammaga rahmat.